4 yoshman. Dadam o'lim yoqasida edi. Men uchun dunyo bir lahzada to'xtadi. Yuragimda og'riq, g'am va bo'shliq bor edi. So'z bilan ifoda qilib bo'lmaydigan tuyg'u. Dadam endi yo'q. Dadam bilan onamni gaplashayotganini eshitdim. Dadam onamga o'lishini xohlamasligini aytayotgandi. Yurakdagi og'riqni o'shanda his qildim. O'limni borligidan shokda edim. Dadamni endi qayta ko'rmasligimni menga kimdir aytdi. Shuning uchun ko'rib qolishga shoshildim. Men dadamni erkatoyi edim. Endi meni erkalaydigan hech kim yo'q. Dunyoda faqat yolg'iz o'zim qolib ketgandek his qildim. Uni to'xtatadigan hech qanday kuch yo'qligini bilardim. Bilardim-u, lekin chin qalbimdan bunaqa bo'lishini xohlamasdim. Bizlarni xonadan chiqarib yubordi. Qo'shni xonada o'tirib ayollarni yig'lashini eshitdim. Onamizga eslamayman kim edi. Sizlar tashqarida o'ynanglar dedi. Menga aytilmagan xabarni baribir men qalbim bilan his qildim. Endi dadam yo'q. Tashqariga o'ynaydigan boladek chiqib ketdim. Men o'sha ondan yosh bola emasdim. Meni bolaligim o'sha kuni tugadi.